Bolani eng tez buzish yo'li odatda otadan boshlanadi. Ajoyib bola tarbiyalamoqchi bo'lsangiz, mana shu 4 ta narsani eslab qoling. Birinchisi, ularning onasiga bolalaringizdan ham yaxshiroq munosabatda bo'ling. Ota-onalar bir-birini yaxshi ko'rishini ko'rib o'sgan bolalar sog'lomroq, baxtliroq va haqiqiy erkak qanday bo'lishini bilishadi. Ikkinchisi, moddiy va hissiy xavfsizlikni ta'minlang. Bu ularga eng qimmat narsani sotib olib bering degani emas. Uchinchisi, ularni kerakli paytda maqtang. Otaning ma'qullashi bolada ishonch uyg'otadi. Bu narsa doim yonida ekanligingizni ko'rsatadi. To'rtinchisi, bolangiz bilan ko'proq vaqt o'tkazing. Ularning bolaligini qaytarib bo'lmaydi. Agar yonida bo'lmasangiz, yuragidagi bo'shliq hech qachon to'lmaydi. Hurmatli otalar, mana shu 4 ta narsa farzandingizni hayotini o'zgartirishi mumkin. Video foydali bo'lgan bo'lsa, obuna bo'lib qo'ying.